Assalomu alaykum. Bugun Xiaomi kompaniyasining Redmi Buds 6 naushniklarining qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, bu eng arzoni Redmi Buds 6 Play. Bu 150 minggacha sotib olsa bo'ladi. Redmi Buds 6 Active 200 ming so'mgacha sotib olsangiz bo'ladi. Redmi Buds 6 Lite bu 250 minggacha sotib olsangiz bo'ladi. Sifatiga keladigan bo'lsak, tashqi korpusini, naushnikni o'zini sifatiga keladigan bo'lsak, eng shu arzon, byudjetniy plastikdan ishlangan, tashqi korpusi ham bir xil, tez qirchiladi, salginaga tez kir bo'ladi. Chulasi bir xil. Naushniklarni o'zini ham plastiklarning sifati bir xil. Chulasi ham bir xil plastikdan ishlatilgan, yasalgan. Yaltiroq degan sebep. Endi ovoz sifatiga keladigan bo'lsak, eng sifatli ovoz Lite'da, o'rtacha ovoz Active'da, bu ham o'rtacha sifati unaqa arzon bo'lsa ham sifati unaqa past emas, ovozini sifati. Ovozni yuqoriligi bo'yicha ham Lite eng baland chiqaradigani, bu ikkalasi ham bundan pastroq chiqaradi. Lite turida шумоподавление, ya'ni tashqi shovqinni pasaytiruvchi, tashqi shovqinni kesuvchi, quloqning ichiga kirishini to'suvchi funksiyasi bor Lite'da. Bu Active va Play turlarida unaqa funksiya yo'q. Keyin bunda equalizer bo'ladi. Bu ikkalasida equalizer yo'q. Play telefon chiqarayotgan ovozlarni qisqa vaqt ichida shu zahoti quloqchinlarga yetkazib beruvchi funksiyasi bor. Masalan, bu ikkalasida telefonni yetkazib berayotgan ovoz yarim sekund, 0.3 sekund, millisekundlar kechikib kelishi mumkin mana ikkalasida. Sababi bular o'yin uchun moslashmagan, ashula eshitish, audio kitob tinglash uchun moslashgan. Bu agar o'yin o'ynash uchun olmoqchi bo'lsangiz, Play'ni tavsiya qilaman. Sababi bunda qisqa vaqt ichida ovoz yetkazib berish funksiyasi bor, lekin buni yoqish kerak, o'zini programmasi orqali yoqiladi. Bu Xiaomi AirBuds nomli programma App Store yoki Play Market dan skachat qilsangiz bo'ladi, yuklasangiz bo'ladi. Ana shunaqa do'stlar. Agar siz sifatli musiqa tinglashni bas bilan, past chastotalar bilan ashula tinglashni yoqtiradigan bo'lsangiz, Lite taklif qilaman. Agar siz kitob eshitishni xohlaydigan bo'lsangiz, har vaqtdan ashula ham eshitib turadigan bo'lsangiz, Active'ni taklif qilaman. Kitob eshitish uchun eng yaxshi rusum bu Active. O'yin o'ynash uchun esa Play. Lekin ashulani uchalasida ham eshitsa bo'ladi, lekin bunchalik sifatli qilib bera olmaydi bu ikkalasi. O'yin o'ynash uchun ham uchalasini ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin tezkorlik talab qilinadigan o'yinlarni mana shu Active va Lite'da o'ynay olmaysiz. Sababi bular ovozni kech yetkazib beradi. Yarim sekundga yaqin kech yetib keladi ovoz. Bunda unaqa emas. O'yin o'ynash uchun Play. Qulayligi bo'yicha bu Play va Lite rusumlarida qo'ygichlari, masalan, qo'ygichlari quloqqa tushadigan joyi rezinkali bo'ladi. Rezinkali korobkasidan 3 xil o'rtacha, katta va kichik rezinkalar chiqadi. O'zingizni qulog'ingizni razmeriga qarab, katta kichikligiga qarab xohlagan rezinkangizni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Kichkina quloqqa ham, katta quloqqa ham tushirsa bo'ladi bu ikkita naushnikni. Active esa unaqa emas. Bunda hech qanaqa rezinka qo'ygichlari yo'q. O'rtacha kattalikdagi quloqqa tushadi. Meni o'zimga shaxsan Lite va
playni yoqmaydigan joyi bor. Sababi bu quloqqa taqqan paytingizda tashqi muhit bilan quloqdagi muhitni uzib tashlaydi. Sababi bu rezinka bo'lgandan keyin umuman havo kiritmaydi bu. Quloq yarim soat, 1 soatdan keyin noqulaylik tug'dirib terlashni boshlaydi quloqni. Aktivda esa unaqa emas, lekin bunda rezinkali qo'ygichi bo'lmagandan keyin bu ham 1-2 soat taqib yursangiz, masalan 1 soatga yaqin taqsangiz, bu qattiq joy tegib turgandan keyin quloqqa og'ritishni boshlaydi baribir. Shunaqa. Bu ko'p taqib olsangiz og'ritishi mumkin qulog'ingizni. Light esa ko'p vaqt taqsangiz play bilan quloqni terlatib yuborishi mumkin. Endi juda unaqa noqulaylik tug'dirmaydi, lekin ishlatsa bo'ladi. Har vaqtdan yechib taqib. Shunaqa korobkasiga keladigan bo'lsak, uchalasinikiga bir xil korobka. Ichidan dokumentatsiyasi chiqadi. Dokumentatsiya chiqadi va o'zini 3 xil kattalikdagi razmerdagi qo'ygichlari, rezinka qo'ygichlari chiqadi. Ambushura deydi ruschada. Shunaqa agar kemta narsa Type-C da zaryadkalanadi bular. Sizga eshitsangiz uchalasi ham bir kunga ishlab beradi. Uchalasi ham. Lekin naushnikning o'zi 3-4 soat ishlab berishi mumkin. Keyin zaryadkalash uchun qayta o'zini qurilmasiga joylashtirishingiz kerak, keysiga. Knopkalari bor. Play va Active'da yon tomonida joylashgan bo'ladi knopkalari. Light'da esa tagida joylashgan bo'ladi. Bu nima vazifani bajaradi? Masalan, ochiq qolib ketgan paytida Bluetooth o'chib qolgan bo'lsa, masalan, buni bosib turish orqali mana hozir Bluetooth ishlab turibdi, lekin o'chib qolgandan keyin bosib tursangiz, mana Bluetooth ishlashni boshlaydi. Bu yonib o'chishi sizga Bluetooth ishlashni boshlaganini bildiradi. Yopsangiz o'chadi. O'zidan o'zi avtomatik, hech narsani bosish shart emas. Shunaqa qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Sizdan like kutib qolamiz.